Birovni ustidan kulmagin zinhor deyishgan-a. Bu bani bola. Bu qaravor. Xullas, Koreyaga kelishgan Sejong universitetiga. Bilasizlar, Sejong. Voy, naxo qo'yma. Ashuni qo'yam. Bor naxo qo'yma. O'sha tema qiladi bitta. Yo'q, biladi tanishlar. Mayli. Taramagando. Farqi yo'q. Sejongga kelishgan. Hammaning ustidan kulishgan, boshqa shirinaning ustidan. Nimaga oddiy universitetga yoki kollejga kontrakt orzu haftada bir kunga boradigan universitetga topshirganlarning ustidan kulishgan. Sejongda dunyoda top reytingda turadigan universitet, kontrakti ham qimmat, o'qish ham qimmat. Kulishgan. Ertaga o'qishni bitirganingizdan keyin kim bo'lib chiqasizlar, diplom hech qayerga o'tmaydi. O'zbekistonga kelib yana taksichilik qilasizlar deb kulishgan hammaning ustidan. Endi hozir o'zlarini kunlari o'qiyman desa ish qilib ketadi. Ishlayman desa o'qish qilib ketadi. Kontraktlarni to'lamasdan oxiri e'tibor ishga qarab ketgan. O'qish ham bir kino bo'layotibdi. Kallada po'qam yo'q. Sejongda o'qiymiz deyishadi. Hammaning ustidan kulishgan o'zi asli, lekin o'sha oddiy universitetga topshirib haftada bir kunga o'qishga boradi. Kontrakt ham 1,5-2 ming dollar atrofida chiqadi. Meniki ham shunaqa, haftada bir marta boraman. Bir oyda bir marta, ikki marta o'qishga borib qo'yaman. Qolgan payt ishlab yuraman. Menga o'xshagan bola juda ko'p. Bular kulishgan hammaning ustidan. Ertaga yana taksichilik qilib yurasan deb. Lekin o'sha bolalar normalniy pul qilib, 4 yildan keyin misol pul qilib ketadi-da, O'zbekistonga kelib boshqa sohada pul tikib biznes qilib yuradi. Endi bilan hammaning ustidan kulishganda, o'zi 4 yildan keyin aytdim bu bolaga, 4 yildan keyin mana bitirding, diplomingni oldingda, kallada po'qam yo'q. E'tibor faqat ishda, o'qishga boradi, uyqusiradi, borib bormaydi. Kontrakt ham 4 ming dollar bir semestrga, qimmat. Aytdim, 4 yildan keyin bitta diploming bo'ladi. 4 yil faqat universitet bo'yish uchun, kontrakt to'lash uchun ishlagan bo'lasan. Bir so'm o'tirmagan bo'lasan. Endi mana kim endi taksichilik qiladi dedi. Bitta o'tirgani bu dedim, kassaga qo'shilib qolgan, bir oyda 200 dollardan 50 kishilik kassaga qo'shilib olishgan. 10 ming dollar chiqadi. Bu kassalar ham 4 yilda o'qish bitirgungacha kassalar chiqadi. O'sha 10 ming dollar kassanga bitta qora jentrini olib, sekin taksichilik o'zing qilaverasan dedim. Endi xulosa shundaki, misol men oddiy universitetga ketgani bilan o'sha bolalar ham pulni yorib, pulni bo'sib O'zbekistonga ketadi, biznes qiladi, boshqa qiladi.